Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, savol beryaptilarki, al-misoq nima? Xalqimizda shunday yaxshi ta'lim bor. Ota-onalar farzandlari tillari chiqqan kunidan boshlab, Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'on kabi savol javoblarni o'rgatganlari kabi, qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri musulmonman deb o'rgatadilar. Alhamdulillah hammamiz o'rganganmiz. Bugun ham farzandlarimizga o'rgatyapmiz. Siz azizlar ham mana o'rgatyapsiz. Bu yaxshi narsa. Lekin al-misoqning o'zi nima? Bugun qisqacha shu haqda. Al-misoq, al-misaqu huval ahdul mawsuq. Ya'ni al-misoq bandalarning yaratilishlaridan avval dunyoga keltirmasdan burun ularning ruhlaridan olingan ahdu paymon, bu al-misoq deb aytiladi. Ya'ni ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taborak va taolo barcha insonlarni dunyoga keltirishdan oldin avval ularning ruhlarini yaratgan. Birinchi bo'lib otamiz Odamni yaratar ekan, u zotdan tarqaladigan barcha zurriyotlarning ruhlarini chiqaradi va ulardan o'zining ularning Robbisi ekanlarini, Robbilari ekanini, ularning uning bandasi ekanlarini bildirib qo'yish uchun ahdu paymon oladi. Bu haqda Qur'oni Karimning Sura-i A'rofda shunday marhamat qilinadi. Astaizu billah. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, eslang, qachonki Robbingiz Odamni yaratib, undan tarqaladigan barcha insonlarning zurriyotlarining ruhlarini chiqardi va ulardan ey ruhlar, oyo men sizning Robbingiz emasmanmi dedi. Shunda ular sen bizning Robbimiz emasliging yo'q, balki sen bizning Robbimizsan deb ular guvohlik berdilar. Buni shuning uchun oldiki, ular qiyomat kuniga borganda biz bundan bexabar ekanmiz, xabardor bo'lganimizda senga iymon keltirib, qulchilik qilgan bo'lur edik deb qutulib ketmasliklari uchun. Yoki bizdan oldingi o'tgan ota-onalarimiz mushrik bo'lganlar. Biz ham ularga ergashib, ular qilgan ishni qilganmiz. Botil ish qilganlar sababli bizni ham azoblayverasanmi deb qutulib qolmasliklari uchun ulardan ahdu paymon olgandir degan mazmunda oyat karima kelgan. Demak, ma'lum bo'lmoqdaki, al-misoq bizni dunyoga kelishimizdan avval olami arvohda turganimizda otamiz Odamni yaratgach, u zotdan tarqaladigan zurriyot o'laroq ruhlarni chiqarib, Robbimizning bizdan nima? Ahdu paymon olgan ekan. Shuning uchun mana shu bizni qolu bala, sen bizning Robbimiz emasliging yo'q, balki Robbimizsan deb guvohlik shahidna, guvohlik berdik degan gapimiz bilan qalbimizga nima o'rnagan? Iymon o'rnagan. Demak, biz ana o'shandayoq nima bo'lganmiz? Mu'min bo'lganmiz. O'shandayoq musulmon bo'lganmiz. Ana bugun bolalarimizga qachondan beri musulmonsan deganda, al-misoqdan beri musulmonman. Ya'ni ruhlarim yaratilgan kunda Alloh ahdu paymon olganda guvohlik berishim, iqror bo'lishim, ya'ni Robbim ekanini, men uning bandasi ekanimni tasdiqlagan kunimdan beri musulmonman degan ma'noni anglatadi. Alloh barchalarimizni ana shu asl iymonda hayotimiz davomida oxirgi nafasgacha sobit qilsin.